Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat deb nomlanadigan darsimizni bugun 34-si. Siz bilan biz mana 33 darsdan beri mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'qib o'rganyapmizki, u zotni yaxshiroq taniylik. Nima qilishlik uchun? U zotni yaxshi ko'rishlik uchun. Demak, bu darslar siz bilan bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qiladi. Modomiki Rasulullohni yaxshi ko'rar ekanmiz, u zotga muhabbat qo'yib sunnatiga ergashar ekanmiz, Alloh taoloning siz bilan bizga muhabbati haq bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. 4-bob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqidagi shubha va gumonlar. Ko'zlarga zulmat to'lib qolgani sababli nurni, quyoshni ko'rolmayotgan odamlar ham yo'q emas. Haqiqatni yolg'onga aylantira oladigan, maqtovli sifatlarni qabih sifatga almashtiradiganlar ham oz emas. Ular o'zlarining bu harakatlari bilan islom suratini va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xulq fe'li atvorini buzib ko'rsatishlikni, Rasulullohga ta'na aziyat yetkazishlikni xohlaydi. Shoir aytgandek, qad tunkirul aynu du'ash-shamsi min ramadin va yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. To'lib qolgan qum sabab quyosh nurin ko'z ko'rmas. Yetgan kasallik sabab suv ta'min og'iz bilmas. Bularning qalblari maraz, qalblari gina kudratga to'lgan, haqiqatni nurni ko'ra olmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'na, tuhmatlar yetkazishlikda to'xtashmaydi. U yoqdan bu yoqdan eshitib qolamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyat haqida gapirilgan noma'qul so'zlarni. Hali karikaturalarni chizayotganligini bir xabarini eshitib qolamiz. Ularning maqsadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan odamlarni qochirishlik. U zotning diniga va da'vatiga odamlarni quloq soldirmaslik. 33 darsdan beri birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni har bir odamga kim bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonmi, kofirmi, kattami, kichikmi, har bir narsaga bo'lgan ajib rahmatini ko'rdik. Bu rahmatni ta'riflashlikka birodarlar tillar, qalamlar ojiz bo'ladi. Lekin dinimizning dushmanlari o'zlarining odatiga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilishida yana ishlarini davom etkazishadi. Maqsadlari payg'ambarimiz haqida shubhani tarqatish, u zotning sha'niga ta'na yetkazishlik. Ular bu maqsadi yo'lida yolg'on ishlashdan ham, haqiqatni buzib ko'rsatishdan ham, tuhmat qilishlikdan ham to'xtashmaydi. Ba'zida payg'ambarimizni siratiga tuhmat qilishadi, gohida haqorat qilishadi, turli xil hiyla, nayranglarni ishga soladi. Ularning bunday qilishiga sabab avvalambor islom va musulmonlarga bo'lgan adovati. Dushmanchilikning sababi shu. Inshaalloh mana shu bobda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qilingan tuhmatlarni asossiz ekanligi, Rasulullohga qo'yilayotgan ayblarni tuhmat ekanligini, asosi yo'q ekanligini ko'rib chiqamiz. Bu darsni 2 faslga bo'lamiz. Birinchi fasl urush va tajovuz va qo'rqituv shubhasi. Ikkinchi fasl rahmat masalasiga aloqador bo'lgan shubhalar. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tajovuzkor, odamlarni qo'rqituvchi, doim urush olib borgan kishi deb aytilgan shubha. Islom dushmanlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni boshqalarga qattiqqo'llikda ayblashadi va o'ziga muxolif bo'lgan kishilarni qilich bilan bo'yin sundirgan degan shubhani o'rtaga tashlashadi. Yana ularning da'volariga ko'ra Muhammad alayhisalom boshqa qabilalarning ustiga qo'shin tortib borgan va mana shu janglarda tushgan o'ljalarning hisobiga kun kechirgan deyishadi. O'zlarining shu tasavvurlarga tayanib turib, ular islomni tajovuz va qo'rqitish dini deb hisoblashadi. Bu ularni shunday bir da'volar. Birinchi shubha. Islom dinini qilich bilan tarqatilgan degan shubha. Mana shu
narsaga javob qidiramiz. Gustav Le Bon payg'ambarimiz haqida shunday deydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam boshqalarni islomga kirishlari uchun hech qachon majbur qilmagan. Chunki dinimizda qoida bor, la ikroha fid din. Hech kimni majburlab, zo'rlab dinga kiritilmaydi. Raymond Dejil shunday deydi, bu Ulug'bek shahrini kohini o'zlarini Sulaymon haykali oldida qilgan ishlarini ta'riflab shunday deydi. Sulaymon haykali oldida bizning qavmimiz qon oqizishda haddan oshdilar. Bu Quddusda qilingan qotillik. Sahnada, ana shu masjid sahnasida jussalar har tarafda sochilib yotar edi. Mana shu ishga kirishgan, shu ishni amalga oshirgan askarlar ana shu mayitlardan chiqqan badbo'y hidga sabr qilishlari juda ham qiyin bo'lgan. Quddusni egallashgan, aholisini qilishdan o'tkazishgan va mana shu qilgan ishini o'zlarini tarixchilari e'tirof qilib, mana shu badbo'y hidga chidamagan. Bu ularning holati. Bu g'ayri dinlarning holati. Ammo islom butunlay boshqa narsa. Dinimizga doim qilinadigan bu tuhmat shuki, islom qilich bilan tarqatilgan, odamlarni islomga qilich bilan kiritilgan degan tuhmat da'vo bor. Musulmon bo'lishlikka o'sha xalqlar noiloj bo'lgan, bo'lmaslikka. Chunki musulmon bo'lmaydigan bo'lsa qilichdan o'tkazilgan deyshadi. Ammo tarixni qarasak, islom va tarix tajribasi bu tuhmatni yolg'on ekanligini, bo'xton ekanligini ma'lum qiladi va bu yolg'onni tak tomiri bilan sug'urib tashlaydi. Dinimizda birodarlar erkinlik bor. Shariatimizning qoidasi ochiq aytilgan. La ikroha fid din. Dinga zo'rlab kiritish yo'q. Qarang, dinimizning asosida hech bir insonni islomga majbur qilish mumkin emasligi aytilinyapti Qur'onimizda. Endi qanday qilib bu g'ayri dinlar Muhammad alayhisalom odamlarni dinga majbur kiritgan deb aytishadi? Alloh taolaning har bitta buyrug'ini so'zsiz o'zgartirmasdan bajargan payg'ambarimiz nima? Mana shu oyatga bo'ysunmasdan majbur qilib birolardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi va u zotdan keyin yashagan musulmonlar hech bir insonni islomga kirishlikka zo'rlagan emas. Chunki majbur aytilingan iymon, majbur aytilingan kalima foyda beradimi qiyomat kunida? Qo'rqib turib aytilingan yoki o'zi qalbi bilan qanoatlanib turib aytilmagan iymonning qiyomatda foydasi bormi? Hatto musulmonlar o'zlari qanoatlanib aytgan bu kalimasi kundalik qilayotgan ishlarida ham xolis bo'lishini talab qiladi. Namozingiz xolis Alloh uchun bo'lmasa amal emas u. Hajji, zakotingiz qilgan ihsoningiz agar xolis Alloh uchun bo'lmasa, majbur kimnidir qistov bilan qilayotgan bo'lsangiz, bu amal riyo bo'ladi. Bu amal qabul bo'lmaydi. Qanday qilib musulmonlar g'ayri dinlarni majbur qilib islomga kiritishi mumkin? Mana shu oyatning sababi nuzuli quyidagicha bo'lgan. Banu Salim ibn Avf urug'idan bo'lgan bir ansoriy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Madinaga hijrat qilib kelmasidan turib, ikkita o'g'li nasroniy dinida edi. Rasululloh hijrat qilib Madinaga keldi. Endi boyagi ansoriy kishi, sahobiy ikkala o'g'lini chaqirib turib, islom diniga kirasan deb majbur qildi. Shunda ikkala bolasi norozi bo'ldi, qabul qilmadi. Bu ota ikkala o'g'lini yetaklab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga olib kelib, holatini shikoyat qildi. Mo'g'lar islomni qabul qil desam qilmayapti. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu oyat nozil bo'ldi. La ikroha fid din. Dinga zo'rlab kiritish yo'q. Shundan keyin ota ikkala bolasini o'zini ixtiyoriga tashlab qo'ydi. Ota norozi bo'lgan edi. Ya Rasululloh, meni bir bo'lagim, jigarimni bir parchasi jahannamga kirib ketsa, indamay qarab turaveramanmi? Majbur qilaman da islomga degan edi. Ammo hozir biz aytgan oyat nozil bo'lgandan keyin mana shu majbur qilishlik to'xtatildi. Demak, birodarlar, iymon yoki kufr masalasi insonni o'zini xohishiga bog'liq. Ichki qanoatiga bog'liq. Garchi tili bilan aytgan bo'lsa ham, ammo qalbi bilan bunga qanoatlanib aytmagan bo'lsa, bu iymon emas.
Xulosa, Rasululloh hech qachon hech kimni islomga majburan kiritmagan. Mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Dinimizni dushmanlari aytayotgan bu so'z islomga umuman to'g'ri kelmasligini isbotini topamiz quyidagi oyatlarda. Astaizu billah, faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Kahf surasi. Bas xohlagan kishi iymon keltirsin, xohlagan kimsa kofir bo'lsin. Ixtiyoriy qo'yilyaptimi yoki majbur qilinyaptimi? Keyingi oyat. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Axir siz odamlarni mu'min bo'lishga majbur qilasizmi? Bunday qilishlik to'g'ri emas, chunki kishi ixtiyori bilan iymon keltirsa foydasi bo'ladi bu iymonining. Keyingi oyat. Lasta alayhim bimusaytir. Siz ularning ustida ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam zo'ravonlik bilan hukm yurgizuvchi emassiz. Ya'ni insonni o'zini ixtiyori bilan bo'lishligi kerakligi tushunilyapti bu oyatlarda. Keyingi oyat. Fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafiza in alayka illa al-balagh. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar mushriklar endi ham Allohga iymon keltirishdan yuz o'girsalar, bas biz sizni ularning ustiga qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q. Sizning zimmangizda faqat yetkazishlik bor xolos. Mana dinimizni asosi bo'lgan Qur'ondan bir qancha oyatlarni o'qidik, ma'lum bo'ldiki, hech kimni dinga majburlab kiritib bo'lmas ekan. Demak, Muhammad odamlarni, xalqlarni islomga qilich bilan majbur kiritgan degan so'z o'z-o'zidan yolg'on, bo'xton, tuhmat ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu haqiqatni tushunishlik uchun birodarlar, islomning avvalida bo'lgan urushlarni va mana shu urushlarning sabablarini ko'rib chiqishimiz kerak. Yana tushunishligimiz uchun bu haqiqatni dunyo xaritasiga bir nazar solishimiz kerak. Chunki juda ko'p o'lkalar bor, islom unda tarqagan, musulmonlar juda ko'p. Vaholanki u yerga musulmonlar qilich ko'tarib borgan emas. Agar faqat qilich bilan tarqatilgan degan so'z to'g'ri bo'lganida, musulmonlar qo'shin tortib bormagan joylarda islom tarqamagan bo'lar edi. Indoneziya, Malayziya, Hindiston, Xitoy bu yurtlarda musulmonlar qilich ko'targan emas. Yana qaytarib aytamiz, agar faqat qilich bilan tarqaladigan din bo'lganida, musulmonlar bu yerga askar bilan kelmasa, din bu yerda yoyilmasligi, ammo yoyildi birodarlar. Afrika sohillari, Sahara kengliklarida ham jangijalar bo'lmagan, ammo bunga qaramay, u yurtlarda yashayotgan musulmonlarning adadi juda ham katta. Agar majbur kiritilgan deyilsa, o'sha davrda Yahudi, Nasroniy, Majusi, mushrik bo'lgan xalqlar islomga kirgandan keyin shu dinda yana qolib ketishligini nima deb tushuntirasiz? Agar majbur bo'lib kirganida keyinchalik shart qaytib ketishligi mumkin emasmidi? Mumkin edi, ammo ular o'zlari qoldi birodarlar. Fransuz tarixchisi Gustave Le Bon shunday deydi. Bu 1841-yil tug'ilib, 1931-yil o'lgan ekan bu tarixchi. U shunday deydi. O'zining Arablar hazorati deb nomlanadigan kitobida. Qur'onni tarqatishda quvvat asosiy omil bo'lmagan. Arablar mag'lub bo'lgan xalqlarni o'zlarining dinlarida ixtiyoriy qoldirganlar. Haqiqatda xalqlar, millatlar, elatlar arablardek rahmdil fotihlarni va ularning dinidek bag'ri keng dinni ko'rmaganlar. Bu ana shu g'arb sharqshunosini, tarixchisini berayotgan ta'rif. Hammaga ma'lum, dinga kuch bilan kiritilmaydi. Ko'p xalqlar musulmonlarga jizya to'lab taslim bo'lishgan. Mana bilasizlar, musulmon qo'shini bir yurtga borsa, Rasululloh davrida va keyingi davrlarda ularga 3 ta narsani taklif qilishgan. Islomni qabul qil, biz kim bo'lsak o'sha bo'lasan, yoki dinni qabul qilishni xohlamasa, jizya to'la, bizni himoyamizda yashaysan, o'zingning moli, joning, dining o'zingning ixtiyoringda, bo'lmasa urush degan. Va jizya to'lab musulmonlarga bo'yin sungan xalqlar keyinchalik islomga kirgan.
Yana qaytarib aytamiz, ixtiyori bilan o'zini dinda turgan kishilar islomni qabul qilishgan. Qur'on birodarlar Hindistongacha yetib bordi. Vaholanki bu yurtga musulmonlar qilich ko'tarib bormagan edi. Faqat savdogar sifatida, musofir sifatida borishgan edi. Fe'lini, xulqini, atvorini, axloqini ko'rib xalqlar islomni qabul qilishdi. Ta'assuf, ayrim holatlarda o'zini yaxshi dindor deb, taqvodorman deb ko'rsatayotgan yoki shunday deb o'zini biladigan ukalarimizni xulqi, qilayotgan fe'li, aytayotgan so'zi, ota-onasiga qilayotgan muomalasi odamlarni undan bezib qochishiga sabab bo'layotganiga guvoh bo'lamiz ayrim holatlarda. Shuning uchun birodarlar, dinimizdagi asosiy narsa bu xulq. La ilaha illalloh deganingizdan keyin xulq. Xulqingiz, axloqingiz go'zal bo'lsa, shuni o'zi da'vat bo'lar ekan. Mana xalqlar islomga kirgan ekan. Xulq bilan, fe'l bilan. Bu yurtda arablarni faqatgina bir musofir sifatida bo'lganlari bor. Hindda musulmonlarning adadi bir necha 10 millionga yetdi. Xitoyda ham musulmonlarni bor bo'lishligi bundan kam emas. Vaholanki arablar uni ham, buni ham, Xitoyni ham, Hindni ham qilish bilan fath qilishmagan. Qur'on tarjimoni George Sale. Bu odam o'sha 1736-yillarda vafot topgan ekan. 1736-yilda o'lgan. Qur'on tarjimoni George Sale shunday deydi. Agar kim Qur'on faqatgina qilich bilan tarqatilgan desa, bas uning so'zi ochiq yolg'on tuhmatdir. Chunki ko'p o'lkalar borki, bu o'lkalarda qilich so'zi zikr qilinmagan, ammo islom tarqagan. Ko'ring, shu g'arbliklarning insoflilari mana ko'ryapti haqiqatda. Ammo qalbi gina kudrat bilan to'lgan, islomga adovat bilan to'lib toshganlari Rasululloh va islom musulmonlarga tuhmat qilishdan to'xtashmaydi. Mana endi ana shu g'arbliklardan g'arb kotibi mana Thomas Carlyle, bu 1795-yil tug'ilib 1881-yil o'lgan ekan. U aytadi: odamlarni o'zining da'vatiga ijobat qildirish uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallam qilichga suyangan degan so'zni tushunib bo'lmaydi. Bu ochiq ahmoqlik. Chunki odamlarni o'ldirish uchun qilichini ko'targan kishini shu xalq orasida mashhur bo'lib ketishi yoki uning da'vatiga ijobat qilishlari aqlga to'g'ri kelmaydi. Tahqiq bu xalqlar unga itoat qilgan va tasdiqlagan holda iymon keltirdilar. Ko'ring, aqlga to'g'ri kelmaydi. Ularni o'ldirgani qilich ko'targan bo'lsa, qanday qilib bularning ichida mashhur bo'lib ketishi mumkin? Demak, bu so'z tuhmat. Demak, birodarlar, islom qalblar bilan kurashdi. Nafslarni yengdi. Qilich bilan yurtni, yerni fath qilish mumkin, ammo qilich bilan qalblarni fath qilib bo'lmaydi, birodarlar. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vati, dini qalblarni fath qildi. Ikkinchi shubha, Quraysh karvonlariga qilingan hujumlar, g'anima va dunyoga bo'lgan rag'bati. Rasulullohni dunyoga haris bo'lgan, mol dunyo to'plashlik orqasida yugurib yelgan degan tuhmatga keldik. G'ayri dinlar musulmonlar ustiga kelganda nima ishlar qilgan va islom nima ish tutgan? 1830-yilda Fransiya Jazoirni bosib olib, musulmonlarga zulm qildi. Fransiyaning tahqiq komitetini 1833-yilda o'zining podshohiga bergan rasmiy hisobotida shunday deyiladi. Ya'ni Jazoir xalqi ularga qarshi chiqayotganligini hisobotini berib shunday deydi. Jazoir xalqini, Jazoir qaysi mamlakat? Aljer. Jazoir xalqining bizga qarshi urushganidan qanday shikoyat qilamiz? Axir Fransiya masjidlarni buzish, shar'iy hukmni bekor qilish, vaqf mollarni egallab olish, Fransiya mahkamasiga yana qarashli bo'lgan kishilarni imom va muftiy qilib tayinlashlikni o'zini zimmasiga olgan bo'lsa. Ko'ring, shunaqa biz zulm qilgan paytimizda bizga qarshi chiqsa, nimaga xafa olamiz bulardan? Haqiqatan Fransiya
Jazoir xalqini huquqlarini poymol qildi. Muqaddas narsalarni toptadi. Hurriyatini yo'q qildi. Mulk erkinligini bekor qildi. Askarlari esa masjidlarni xonavayron qildi, bulg'adi. Qabrlarni to'ntarib tashladi. Solih kishilarni osib o'ldirishdi. Nima edi u solih kishilarning aybi? O'zini, vatandoshlarini birortasini yonini olib qo'yganligi uchun. Shafoat qilib qo'yganligi uchun. Yana Fransiya islom vaqf yerlarini egallab oldi. Ekin ekiladigan joylarni ham g'arbliklar o'zlarining mulkiga aylantirdi. Bu Fransiya tahqiq mahkamasini o'zini podshohiga bergan rasmiy hisobot. Bu ularning holati. Bu ularning holati, islom butunlay boshqa narsa. Islom va musulmonlardan, Rasulullohdan odamlarni bezitishlik uchun, Rasulullohning oldidan qaytarishlik uchun yana bitta tuhmatni tarqatdi dinimizning dushmanlari. U ham bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyo ta'masida bo'lgan. Makka da'vatining avvalida bu narsani ko'zga ko'rsatmadi. Ammo Madinaga hijrat qilgandan keyin o'zi va ashablari qilgan janglarda mol va g'animalarni jamlay boshladi. Maqsadi moddiy boyliklarni ko'paytirish edi. Ular odamlarni o'zlarini shu yolg'onlarga ishontirmoqchi bo'lib yana shunday deyshadi. Qimmatbaho matohlarni olib ketayotgan Quraysh karvonlari yo'lini to'sish uchun Muhammad chiqqan. Uning maqsadi molni ko'paytirish va mulkka ega bo'lish edi. Birodarlar, biz bilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanaqa hayot kechirganligini. Biz bilamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyida bir necha oylab qozon qaynamaganini. Biz bilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochlikdan ikkitadan toshni qoniga bog'lab yurganini. Biz bilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kiyimlari qanday bo'lganligini. Biz bilamiz bu so'zlarning tuhmat ekanligini. Ammo dinimizdan bexabar bo'lgan va o'zini dinidan bexabar bo'lgan ayrim musulmonlar ham ularning mana shu tashviqotlarga, tuhmatlarga ishonayotganligini ko'ramiz. Ingliz sharqshunosi Yahudi David Samuel shunday deydi ekan. Ana shu tuhmatlardan bittasi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam hijratidan keyingi 6 yilni o'g'irlik, bosqinchilik va talon-taroj qilish bilan o'tkazdi. Bu narsa Muhammadning qalbiga ta'sir qilgan, dunyoga bo'lgan shahvat edi. Uni tinimsiz hujum qilishlikka mana shu shahvat majbur qilib turar edi. Va mana shu dunyoga bo'lgan harislik avval Iskandarni, undan keyin Napoleonni qalbini egallagan edi. Bu ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sha'niga qilingan tuhmatdan bittasi. Ammo Rasulullohning hayotini o'rgangan, xolis qaragan odam bu so'zni tuhmat ekanligini, yolg'onligini bir qarashda sezadi. Endi Rasulullohni Badr g'azotigacha Quraysh karvonlarini yo'liga chiqqaniga kelsa, bu haqiqat bu fakt bu. Ammo ana shu davrdagi bo'lgan ishlardan xabardor bo'lishimiz kerak buni tushunishligimiz uchun. Musulmonlar Makka da 13 yil turishdi. 13 yil aziyat, mashaqqat, azob. O'zlarini dinida xotirjam ibodat qilishlik uchun mollarini, uylarini, farzandlarini, ahllarini tashab Madinaga hijrat qilishga majbur bo'lishdi. Zulm ko'rishdi. Makka da qoldirgan mol va mulklarini birodarlar Quraysh mushriklari o'zlashtirib olgan edi. Bitta misol Suhayb Rumiy roziyallohu anhuning hijratini misol qilishimiz mumkin. U kishi Makkadan chiqib hijrat qilib ketayotganda mushriklar to'sib olishdi. Sen Makkaga kelganda odam eding. Kelding, biz ishimizda yashading, mol va mulk to'plading, endi chiqib ketasanmi? Suhayb Rumiy ularga o'zini to'plagan bor boyligini bergandan keyin qo'yib yuborishdi. Zulmmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadoni qizlari ham hijrat qilganidan keyin Abu Talibning o'g'li Aqil Rasulullohning uyini sotib olib, pulini o'ziniki qilib olganmidi? Bunga o'xshagan misollar ko'p. Quraysh hijrat qilgan musulmonlarni mol va mulkini tortib olgan edi. Mana endi musulmonlar Qurayshning karvoniga chiqayotgan paytda shu mol va mulklarini qaytarib olishlik maqsadi edi. Bilasizlar, urushning turi ko'p. Urushning turlaridan bittasi iqtisodiy urush. Bu qilingan ish birodarlar, mana shu iqtisodiy ularga berilgan javob edi. Undan tashqari
Bu dinimizga tuhmat qilayotganlarni gap agar rost bo'lsa, agar Rasululloh qaroqchilik qilgan bo'lganida nafaqat Quraysh karvonini, balki duch kelgan karvonni talar edi. Ammo musulmonlar bunday qilmagan. Faqatgina Qurayshni karvoni yo'lga chiqishgan. Hozir aytib o'tganimizdek, Makkada tortib olingan mollarini qaytarib olishlik niyatida. Rasulullohning siratiga nazar solgan, da'vat haqida fikr qilgan odam u zot hech qachon dunyo talabida bo'lmaganligini tushunib yetadi. Agar payg'ambarimizchi birodarlar dunyo zebi ziynati va boyligini xohlaganida qasrlarda yashamasmidi? Faxrli, nihoyatda bir chiroyli, hashamatli binolarda yashamasmidi? Yeyish, ichishi xohlaganda qilib bo'lmasmidi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dunyo xazinalarini Alloh taolo taklif qildi. Qabul qildimi? Xohlasa podshoh payg'ambar bo'lar edi. Payg'ambar bo'lardi. Xohlasa mana shunday bir oddiy hayotdagi payg'ambar bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkinchisini tanladi. Rasululloh hayot nurini ko'rgan kunidan boshlab Rafiqul A'loga hijrat qilgunicha mana shunday bir faqirona umr kechirdi. Inshaalloh Rasulullohni sha'niga qilingan tuhmatlarni bir ko'rib o'rganib chiqamiz. Va mana shunday buyuk insonni sha'niga tuhmat qilishlikka faqat Alloh la'natlaganlargina qodir bo'lishini ham tushunib yetamiz. Chunki dunyo parast bo'lgan desangiz, uyatda birodarlar, Rasulullohni qaranglar, qanaqa hayot kechirgan. Dunyo xirsida boylikka o'ch bo'lgan desangiz, kiyimini qarang qanaqa bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Taomi, sharobini ham misoli shunday edi. Sodda, oddiy bir oylab, 2 oylab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida qozonga o't yoqilmas edi. Aqlingiz oladimi? Siz bilgan odamlardan birortasi bormi? Bir hafta qozon qaynamaydigan uyda. Bu mumkin emas. Biz aqlimizga to'g'ri kelmaydi. Oysha onamiz roziyallohu anha Urva roziyallohu anhuga Urva ibn Zubayr ibn al-Avvom singlim o'g'li deydi. Rasulullohning uyida 1 oy 2 oy o'tib ketar edi, qozon qaynamas edi. Oysha onamiz aytibdi. Xola, nima bilan tirishlik qilardilar unda? 2 ta qora narsa bilan, suv va xurmo bilan dedi. Ko'ringlar, Rasululloh dunyoga haris bo'lganida, qarang, vafot qildi, ustidagi sovuti bir yahudiyning qo'liga garovga berilgan edi. 5 yoki 6 kilo arpa evaziga. Pulini bera olmaganligidan, pul yo'qligidan 5 kilo 6 kilo arpani olib olishiga uchun sovutini zalogga qo'yapti. Dunyoga haris bo'lgan kishi shunday qiladimi, birodarlar? Bu yerda o'tirganlarimizni eng kambag'alimiz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotiga yaqin ham kela olmaymiz. Faqirlik bo'yicha. Nimadan deylar? Demak, islom musulmonlar va payg'ambarimizning dushmanlari Rasulullohning sha'niga mana shunday tuhmat qilishlikdan tap tortmaydi. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzuriga kelganida Rasululloh yotib uydan chiqqan edi xonadan. Yerga solingan mayda toshlar biqinlariga botib qolgan edi, yuzlariga botib qolgan edi. Ko'rib turib Umar ibn Xattob: "Ya Rasululloh, bu yerdagi Kisro, Qaysarlar oltin, kumush idishlardan ichib yurishibdi. Siz bo'lsiz mana shunday holda tursiz." Norozi bo'lgan edi payg'ambarimiz mana shunday holatiga. Rasululloh aytdilar: "Innahum ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya." Ularga ularning xayriyatlari shu dunyoda berilgan deb javob berdi. Mana shu hayotiga payg'ambarimiz o'zi rozi edi. Agar payg'ambarimiz mol mulkni, podshohligini xohlaganda Makkadagi davrda Quraysh o'zi bergan edi. Muhammad, agar xohlasang pul to'plab beramiz, xohlasang sayyidimiz bo'lasan, xohlasang podshoh bo'l, faqat da'vatini qo'ysang bo'ldi degan edi. Yana bu narsa mehnat, mashaqqatsiz kelyapti. Rasululloh nima deb javob berdi? Xohladimi bu narsani olishlikni? Agar Nabiy sollallohu alayhi vasallam dunyoga hirs qo'ygan kishi bo'lganida Qurayshning bu taklifini osonlik bilan qabul qiladi. Chunki hozir aytdik, shunday kelyapti o'zi.